bir kishi Imom Ahmaddan otam xotinimni taloq qilishimni buyurayapti deb so'radi. Uni taloq qilma dedi. Umar roziyallohu anhu o'g'li Abdullohga xotinini taloq qilishni amr qilgan emasmi dedi. Ya'ni otang Hazrati Umarga o'xshab haq va adolatni, havoi nafsga ergashmaslikni biladigan darajaga yetmaguncha xotiningni taloq qilmay tur. Humayddan rivoyat qilinadi, u kishi Hasan Basriy rahmatullohi alayhiga bir kishini onasi xotinini taloq qilishga amr etdi deyildi. Shunda Hasan Basriy rahmatullohi alayh taloq onaga yaxshilik qilish ishlaridan emas dedi. Shuning uchun bu borada har birimiz o'zimizga yarasha bir xulosa chiqarib amal qilmoqligimiz lozim. Tarixda ko'plab ulug' zotlar onalariga qilgan xizmati, otalariga qilgan xizmatlari tillarda doston bo'lgan. Mana shunday rivoyatlardan birida keltiriladi. Mu'tamir ibn Sulaymondan, u otasidan rivoyat qilinadi. Muvarraq onasining boshini qarab qo'yar edi. Ya'ni muvarraq degan inson onasining sochlarini sekin-sekin silab, tagida olib tashlaydigan narsa bormi, bitmi yoki boshqa kirlik bormi qarab qo'yar edi. Onaning xizmati shu darajaga yetgan ekan. Erkak kishi shu darajada onasining xizmatini qilish kerak. Mana bunday tahsinga sazovor ishlarni ham o'tgan solihlar qilganlar. Mo'min musulmonlar ichida doimo bu kabi ishlarni ixlos bilan qilgan farzandlar bo'lgan. Hozirda ba'zi bir oilalar janjal bilan keladi. Er aytadi, xotini onasini xizmatini qilmayotganligini shikoyat qiladi. Ya'ni kelin qaynasini yalchitib xizmatini qilmayotgan ekan. Shariat yuzasidan qarasa, o'g'il onasini xizmatini qilsin. Kelin xizmat qilsa, qaynona tashakkur aytsin, haqqiga duo qilsin. Shu darajada ota-onani xizmati farzandlarni vazifasidir. Mana hozirgi ulug' o'tgan solih inson hatto onasini sochlarini ham yuvib qo'yapti. Kim qiladi hozir bu ishni?